Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men Farida muallim. Sizlarga bugun yeni bir nuqtani eskartgim keldi. Balkim sizlarning boshqalar berishinglar yo'qdir. Lekin nurg'un chog'larda biz shu pul berib ololmaydigan, o'zimizning pulni o'zimizga vaqtida azqatmaydigan, so'ylasak xaf bo'ladigan, oldiganda shunda yilg'an, burdiganda shunda qashonlik qilgan bizni qaqshatgan ishlar bizlarga uchrab turdi va o'yinchamirlarimizda shunda bir murojaatnomalar, shunda bir nidolar, shunda bir bizga uchraydi va kishiga pul vermanglar, og'ilmaydi ekan deb. Endi o'sha aslaydigan bo'lsak, kishiga pul urib turgan odam, shaxsan sizga va har birimizga pul urib turgan odamchu, intan kang qo'ysak, intayin yaxshilikparvar odam. Chunki pulning büyüçü yurakda, büyüçü bilakda. Endi pulni bir turganga ufrab ketmaydi. Pul degan qo'lni kir topdi, uning bir deb. Bir kun birsimizga yutadi, bir kun besimizga yutadi. Lekin chu desa yomon bo'lgani, eng ilaqi odamni qaqshtadigan. Mush o'zining puli o'ziga asqatmaydigan, oldiganda so'raydiganda kuchlanib holi qolmaydigan, qaytirdiganda-chu desa shunda odamga jafo soldigan. Rahmat xapumang, bir tuğantınız, endi bir ciddi tirishib biray deydigan ish yo'q, xotirjam bo'ling birma. Yo'q, endi topsam bermamdi deb shundaq odamga xap silib, eliqi pul egisini o'g'ri kuchliq deb cho'nlab bektabga, mush gapni, bek to'g'ri debga. Endi eliqi pul so'lsa odamdan pek yo'g'an u qiz egisining gepichu pul bergan odamdan pek yo'g'an. Ashta gaplar odamning zitiga tegdi. Mushunda gaplar mehribonlik, muhabbatni sustlashtirib atadi, odamni haq pul berib to'maydigan qildi. Endi mushu aslisingiz sizga bir ota-onangiz, bir yaqin qarindishingiz berib turib pul. Yot odamdan pul pusichu, shu odamni shunda bak ulug'lang, hurmatlang, xo'sh bo'ling. Chunki hammadan pulni japoda topadi. Pul hamma odamga bak lozim. Bu tijoratchining puli, pul topadigan pul, dumlaydigan pul, tug'digan pul, ishlatadigan pul. Pul degan qonda muhim odamgacha pul. Ba'zida vaqo pul bu endi hammaga qodir emas, ammo pul bo'lmasa biz hech qanday ish qodir emas, hech kimga lozim emas. Hamma ishga pul ketadi, yeb ichishga pul ketadi, turmush xarajatlarga, tijoratga, do'st yaranlarga, ota-ona vafodorlik ko'rsatishga, bolani yaxshi beqishga, hammasiga pul ketadi. Pul hamma odamga lozim. Shundoq zarur ehtiyojlardan yana to'xtab turib, mushning hojat tushibdi deb pul bergan odamni qaqshatmay pulni burib yetding. O'tni jahon sizmi qaqshab qolsiz? Minnatdorlik, go'zal axloq, rahmat deb burib yetding. Vaqt e'tibori bilan mushunchilikday. 抖音